Mana do'stlar, Andijon Shahrixon degan joyda ishlayapmiz, masjidida. Mana katta masjid. Buni mana shular balasina bo'ladi aylanasiga. Mana masjidimiz. Bu tomonga apalavkalar tikib qo'yganmiz. Hozir kuchni boshlaymiz. Armaturasini ham bir ko'rsatib o'tay. O'n to'rtli armaturadan tashlandi. Har biri baylangan. Bu tomonimiz mana shu shaklda chiqdi. Xudo xolasa nuqsoni yo'q. Chotki. Ana bu yerga o'tirib ko'rsatay mana. Mashina chiqdi xudo xolasa. Yaltillab turishini qarang, bu betonda chiqqan, bu beton hamma u betondan bo'ladi. Balasinamiz. Bu tomonini zinalarni ham xudo xolasa ko'chni boshlaymiz. Ulardan ko'rsatib o'taman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Qilingan ishlarni hammasini tashlab turamiz. Qiziqqanlar ko'rib turadi.